culture deyiladi. Shu bo'limda ishlayman. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qisqacha sizlarga o'zimiz kompaniyamiz haqida, korporativ madaniyatimiz haqida aytib bermoqchiman. Juda qisqa bo'ladi, ko'p vaqtinglarni olmaymiz. Kompaniyamiz tashkil topganiga 5 yil bo'ldi. Bu yil 6-yil to'ladi. 5 yil to'lib, endi 6-yil to'ladi bu yil bahorda. Va kompaniyamiz tashkil etilgani sababi bu butun dunyodagi bor og'riq, bu moliyaviy dunyodagi bor og'riq. Ya'ni kimdadir ortiqcha pul bor, lekin unga ehtiyoji bor odamlar hamma ham undan foydalana olmaydi yoki aksincha ortiqcha pulini halol yo'l bilan investitsiya qilib, undan daromad topish imkoni ham hammada mavjud emas. Mana shu og'riqni yechish uchun tashkil topgan kompaniyamiz. Eng katta asosiy bizani shu missiyamiz mana shu murakkab moliyaviy dunyoda insonni yo'lni yoritadigan moliyaviy ekotizimni yaratish. Ya'ni halol, foizsiz, insonga xizmat qiladigan moliyaviy ekotizimni yaratish maqsadi tashkil etilgan. Va mana shu maqsad yo'lida birlashgan odamlarni yiqqan jamoa. Keyingi 5 yilga bo'lgan bu bizning maqsadlarimiz yozilgandi. Bu iymon asosida, ya'ni shar'iy qonun-qoidalar asosida va texnologiyalar birlashgan holda kuchaytirilgan halol ekotizimni yaratish va butun dunyo bo'ylab iloji boricha, endi avvalo O'zbekiston, lekin bugungi kunda O'zbekiston chegarasidan chiqqanmiz, xizmatlarimiz O'zbekistondan tashqarida ham faoliyat yuritamiz. Eng avvalo shu 2020-yilda biz 5 kishilik jamoa bilan boshlaganmiz va unda faqat ikkita yo'nalish bor edi, bu investitsiya va shu jalb qilgan investitsiyalarni ko'paytirish maqsadida hozir sotib olib, keyin bo'lib to'lash, ya'ni rassrochka deyiladi xalq tilida, rassrochkaga berish orqali xizmat ko'rsatilgan. Faqat shu ikkita xizmat turi bo'lgan. Bu yerda qisqacha bizani 5 yildagi asosiy yutuqlarimiz ko'rsatib o'tilgan. Va o'tgan yili biz rebranding o'tkazib, avvallari Iman Invest deyilardi va xalq haligacha ko'pchilik Iman Invest deb tanib qolgan. O'tgan yili rebrandingdan keyin biz ikkala приложениямиздagi, ya'ni ham rassrochka, ham investitsiyani bitta приложениеda jamlab, Imanum nomi ostida yuritishni boshlaganmiz va kompaniyamiz nomi ham qisqacha Iman Holdingga aylantirilgan. Bugungi kunda bu bizda ishga tushgan yo'nalishlarimiz, bu invest, kvadrat va boshqa yo'nalishlarimiz bor. To'laroq yana ma'lumot berishsa kerak sizlarga. Bu kelajakdagi yana qanaqa xizmat turlarini yuritishimiz oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz. Qisqacha sizlarga bizdagi madaniyat haqida aytib beraman, chunki har bitta oilada, har bitta davlatda, har bitta kompaniyada mana shu joydagi odamlarni o'zini tutishidan ularni madaniyatini bilib olsa bo'ladi. Va bizdagi korporativ madaniyatda asosiy 3 ta tsennosti bor. Qadriyati, ya'ni bu birinchisi iman, ya'ni yuksak axloq, ikkinchisi research and development, bilim va rivojlanish va uchinchisi global. Imanda bu diniy bir nishon, diniy bir o'lchov birligi emas, bu odob axloq ma'nosida ishlatamiz, ya'ni o'sha rostgo'y, adolatni olg'a surish, mijozlarni ham, hamkorlarni ham va hamkasblarimizni ham aldamagan holda asosiysi adolat bilan ishlashni olg'a suramiz va xodimlarimizdan shu narsani talab qilamiz. Ikkinchisi bu bilim va rivojlanish. Hammamizga ma'lum, agar odam olgan bilim bilan bir joyda turib qolsa, dunyo juda tez rivojlanyapti, tez o'tib ketadi qolganlar undan. O'shaning uchun biz doim xodimlarimizdan iltimos qiladiganimiz bu o'zini ustida ishlash, iloji boricha doim rivojlanish, sohasini chuqur tushunadigan mutaxassisga aylanish. Uchinchisi bu yetuklik va mas'uliyat. Faqat O'zbekiston bozori miqyosida eng zo'ri bo'lish emas, iloji boricha dunyo miqyosida eng zo'riga aylanishni maqsad qo'yganmiz. Ana shu plankani balandroq olganmiz, ya'ni faqat O'zbekistonda eng yaxshisi bo'lish emas, butun dunyodagi o'sha odamlarga, moliyaviy olamda o'ziga mos bir xizmat turini qidirayotgan odamlarga chiroyli faoliyat xizmatimizni ko'rsatish. Bizda bittan sayin aytib o'tishim mumkin. Bizda mana shu qadriyatlar ko'p korxonalarda shunchaki devorlarda yozib qo'yishadi. Xodimlar uni yoddan bilishi kerak. Bu ko'p korxonalarda ishlatiladigan praktika, har bitta xodim, misol uchun uxlayotgan joyda ham tursa biladigan qadriyat bo'lishi kerak.
Biz nimani xohladik, devorda qolib ketmasin, faqatgina og'izda qolib ketmasin deb bizada yo'lga qo'yilgan narsa mana shu 3 ta qadriyat bizada har oy baholanadi. Ya'ni har bitta xodim biladiki, mana shu 3 ta qadriyat bo'yicha mani baholashadi. Maxsus sistemamiz bor, u baholanib boriladi. Misol uchun, bir yilda bir bo'ladigan o'sha performance review payti, xodim bilan suhbat paytida уже bizda ma'lumot bo'ladi. Bu xodim yil davomida ko'rsatkichlari qanaqa edi, mana shu qadriyat bo'yicha degan anaqasi bor. Asosiy yo'nalishdan tashqari mana shu qadriyat bo'yicha ham обязательно baholanib boriladi. Qisqacha shunaqa. Biz uchun Iman bu shunchaki bir kompaniya emas, ya'ni aniq maqsad, qadriyat uchun yig'ilgan jamoadoshlar, chunki biz bilamiz O'zbekiston bozorida juda ko'p, misol uchun banklar faoliyat yuritadi va aslida olib qaraganda u yerda ishlab kattaroq bir maosh, moddiy manfaatga ega bo'la oladigan odamlar, lekin bizga keladiki, qadriyat uchun. Ular ko'proq mana shu bizani birlashtiradigan narsa, bizani maqsadimiz odamlarga xizmat qilsin pul, odamlar pul uchun emas. O'sha kredit botqog'iga botayotgan jamiyatda qiynalib yoki haddan tashqari osonlik bilan rassrochkaga o'tirib qolgan odamlar ham bor-da, ya'ni osonlik bilan hozircha unga kerak emas paytda ham rassrochkaga o'tirib qolgan jamiyatga aylanib borayotgan jamiyatda maqsadimiz mana shu jamiyatni qutqarish, yorug'likka olib chiqish, ya'ni shu pul aslida yaxshilikka xizmat qilsin, ta'limga, yaxshi narsalarga xizmat qilish uchun faoliyat yuritadi bizdagi xodimlarimiz. Qisqacha shunaqa. Savollaringiz bo'lsa bemalol. Rahmat, bo'lmasam. Bularga bering. Qisqacha aytib o'taman. Hozirda bizda 400 ta odam faoliyat yurityapti. Haligi 5 tadan keyin 5 yil orasida o'tdi va hozir bizda 400 tadan oshiq odamimiz bor, xodimlarimiz. Bizga ishga kirishga Telegram botimiz bor. Hali tashlab qo'yib buni qilsak bo'ladi. Telegram botdan zaявка topshiriladi, undan ko'rib chiqiladi. Vakansiyalar bo'ladi, ha. Rahmat. Buni qo'ysam bo'ladi, anaqa. Hammaga rahmat kelganlar uchun, tashrif uchun. O'zbek tilida qilamiz. Bizda ham working culture ingliz tili, rus tili, o'zbek tili aralash. Shunga ko'p terminlar ingliz tilida. Men ingliz tilida prezentatsiya tayyorladim. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun. O'zbek tilida tushuntirib ketsam ham bo'laveradi. Muammo emas. Qisqa qilib aytganda, meni ismim Islom Davroniy. Shu Iman kompaniyasida 4 yildan ortiq ishlab kelyapman. Hozirda senior data analyst sifatida ishlayapman. Shu 4 yil davomida data sohasida har bir qismda ishlab keldim. ML da ham ishladim, riskda ham ishladim, data science ishlari ham qildim, modellar ham qildik va oxiri shu data analitika bo'yicha to'xtaldik. Lekin har kim xarakteridan kelib chiqib ishlayveradi. O'sha data sohasi shuning uchun ham qiziq soha. Har xil qirralar bor. Menga ko'proq data analitika yoqdi, lekin biznes bilan to'g'ridan to'g'ri muammolarni yechadigan professiya bo'lgani uchun oxirida shu datada professional davom etaman deb qaror qilganman. Bugungi mavzuyimiz o'zi eng masalan ko'p intervyular qilganman-da, anaqa intervyularni, juniorlarni, mid leveldagi seniorlarni intervyudan o'tkazganman. Eng og'riqli masala bu albatta SQL. O'sha любой data sohada, data kurslarda, o'sha offline bo'ladimi, online bo'ladimi, o'sha SQL ga uncha ko'p konsentratsiya berilmaydi. O'qiyotgan paytlarda maksimum tam select, tam DDL larni o'tadi, selectlarni o'tadi, shu data extractionlarni o'tadi, datalar bilan ishlash tam globokий, chuqurroq o'rgatmaydi ko'p kurslarda. Lekin men o'ylaymanki, eng katta bir nyuanslardan biri studentlarni ular asosan Pythonga e'tibor berishadi, model qurishga e'tibor berishadi, lekin asosiy core bu albatta bu SQL. Shuning uchun bugungi mavzuyimiz SQL is still king. Aslida bizneslar qanaqa ishlaydi ma'lumotlar bilan, nima ishlar qilishadi, uni hammasini 80-90% ishni SQL da qilishadi. Shunga bugun SQL ga chuqurroq fokus qiladigan prezentatsiya tayyorlaganman. O'zi hech kim gapirmaydigan bitta gap bor kurslar bilan real ishi.
Birinchi, masalan, chap tarafdagi kartada ko'rish mumkin, kurslar nimalarni o'rgatadi o'zi kurslar, masalan, PyTorch, TensorFlow, Training Neural Networks'larni o'rgatadi, Jupyter Notebook, Cleaning Tutorial, datasetlar ketadi, hammani любимчика Model Fit, Predict oxirida qiladi. Kaggle'dan eng toza datalarni olib, Cognium toza datalarni olib, обработка qilib, o'zi model quradi, o'zi ishlaydi. Lekin bu kurs bilan haqiqiy ishi orasida juda katta bir gap bor. Haqiqiy ishda nima qiladi? Ishga kirganda o'sha birinchi kunda sizga eng kerak bo'ladigan tool bu albatta SQL hisoblanadi. From the early morning, every single day, har kuni SQL da query yozishga to'g'ri keladi. Negaki siz to'g'ri ma'lumotlar bilan ishlaysiz. Ma'lumotlar bu Excel'dagi fayl emas, bazada har xil tabellar turadi. Sizlar ma'lumotlar bilan ishlayotganda messy, null field datalar juda ko'p chiqadi, muammolar chiqadi. To'g'ridan to'g'ri stakeholderlar savol bilan keladi sizlarga. Ularga to'g'ridan javob berish kerak, metrikalarni olib chiqib berish kerak, ma'lumotlarni birlashtirish kerak bo'ladi. Data from 12 ta tableda join qiladigan joylar ham bo'ladi. Har xil ma'lumotlarni birga join qilib, oxiri bitta rezultat chiqarib berish kerak bo'ladi. Window functions in CTA'lar bilan ko'p ishlaniladi. Knowing what data means, ya'ni data bilan, ya'ni ma'lumotlar haqiqatan ham nimani anglatishini chuqurroq o'rganishga yordam beradi asosan SQL. Mana shu ikkita kurs bilan Real Job Expectedda o'rtasida juda katta bir bo'shliq bor hammada. Masalan, sizlardan savol so'rayman. Masalan, oxirgi oy olaylik. Kim eng kamida 20 soat Pythonda kod yozganda, masalan, eng kamida oxirgi oyda olganda-da. 20 soatdan ko'p kod yozgan yoki ishlagan Pythonda ofitsial. Pythonda ishlagansizlar. Endi hamma shunaqa bo'lsa, oxirgi oyda masalan, xuddi shu periodda oxirgi oyda kim SQL da 20 soatdan ko'p query yozgan? Bittasiz. Yo'q, gap bu data analitikada emas. В целом o'zi data sohasida shu machine learning injenerlar bo'ladimi, data scientist bo'ladimi, ML bo'ladimi, hamma SQLni must have tool bu. 5 soat, 6 soat kamida bitta kursi temasi yopiladi-da, cover qilinadi, shu bilan qolib ketadi. Bitta example tam select all from table users bo'ladi, shu bilan qolib ketadi bu. Tam real knowledge, tam practice yo'q SQL da. Lekin eng kerak bo'ladigan narsa ishni birinchi kunidan, любой joyda ishni birinchi kundan eng kerak bo'ladigan narsa bu albatta SQL bo'ladi. Query yozish kerak bo'ladi, ma'lumotlarni ekstrakt qilishga. Можно вопрос? Да. Мы можем ли все вот это тоже в Python делать? Да, сейчас разобраемся. Да. В чем разница между SQL и Python? Companies that you want to work all use SQL daily. Hamma fintech bo'ladimi, katta kompaniya bo'ladimi, hammasi SQL ishlatadi. Iman, PayMe, Click, har bitta transaksiya, har bitta fraud alertslar, hammasi queryda agregatsiya orqali ishlaydi. Uzun marketda, допустим, deylik, rekomendatsiyalar, inventorylar, seller, dashboardlar, masalan, hammasi SQL orqali agregatsiya qilinib, o'sha million ma'lumotlarning ichidan olib chiqib beradi userga. Yandexda masalan, real time даже pricing ham userni danilarni bazadan olib chiqib, tayyor querylar orqali ishlaydi, CTLlar, agregatsiyalar orqali ishlaydi. Banklarda har kuni hamma bank sentraliy bankka ma'lumotlar jo'natadi. Pipeline orqali, SQL querylar orqali ma'lumotlar jo'natadi. Shuning uchun SQL bu birinchi kunda eng kerak bo'ladigan, eng must have va sizni bittada rezultatingizni ko'rsatib beradigan, value'ni ko'rsatib beradigan ish joyida bu SQL bo'ladi. Pythonda model qilib, kod yozib qilgunizcha u juda ko'p vaqt oladi. Datalarni yig'lab, feature engineering qilish kerak, uni fit qilish kerak, predict qilish kerak, u underfitting, overfitting bo'ladi, juda ko'p vaqt oladi bitta modelni qurish. Ish joyi kelganda nima muhim? Albatta rezultat muhim. Stakeholder so'radimi? Tezda rezultat ko'rsatib berish uchun albatta query yozish kerak SQL da. Endi real fintech scenario, example ko'ramiz. Masalan, siz ertalab ishga keldingiz, manager so'rayapti. How long does it take to new user to make their first BNPL purchase after installing? Bu o'zimizning ssenariy, o'zimizdan case'imizdan kelib chiqaman. Masalan, so'raydi, stakeholder so'raydi, business ownerlar so'raydi, ma'lumotlarni qaysidir kompaniya aniq qilgan. Masalan, deylik, bizda yaqinda kelishdi, yangi kompaniya reklama ketdi, yangi userlarni jalb qilishga, o'sha userlarni konversiyasini tekshirish kerak. O'sha userlardan necha foizi masalan konversiyaga o'tdi. Biz nima qilamiz? Biz masalan bazalarimiz bor. Masalan,
birinchi navbatda CTA'da cover qilib yuboramiz kerakli anaqalarimizni, querylarimizni. Masalan, bizda all users degan tablitsa bor. Hamma yangi userlar, в целом bazadagi hamma userlari ma'lumotlari bitta tablitsaga kelib tushadi. O'sha userlar plus bizga installment, ya'ni рассрочка BNPLdan purchase qilgan bo'lishi kerak. Bizga nima kerak bo'ladi? Masalan, install that qachon user registratsiyadan o'tdi, purchase state savdo bo'lgan bo'lsa, продажасini olamiz. Продажасini olayotganda masalan user ID bo'yicha bitta user masalan birinchi продажасы kerak bizga. Undan keyingi продажалар не интересно. Birinchi продажасini sanasi kerak. Qachon bo'lgan u masalan deylik. Bizga window function kerak bo'ladi. Row number masalan row number over partition by user order by I created ascending qilamiz. Neki ascendingda birinchidan pastga qarab ketadi. Descending qilsa eng pastdan tepaga qarab sortirovka qiladi. Sortirovka qilganda o'sha birinchi продажасы bo'yicha numeratsiya qo'yib chiqadi. 1 2 3 4 deb numeratsiya qo'yib chiqadi. Window function. Bu haqida keyinroq yana chuqurroq ko'ramiz window functionlar haqida. В целом. Masalan deylik date qo'yamiz qachon bizga 1-martdan 10-martgacha bo'lgan userlarga masalan reklama ko'rsatildi. O'sha reklamalarni masalan o'sha userlarni faqat segmentini olamiz. Bizga hamma million userlar kerak emas. Именно o'sha kundagi registratsiya qilingan userlarni soni kerak. Join qilamiz. Qaysi table bilan installment table bilan join qilamiz. Nega? Savdo bo'lishi kerak. Ular purchase bo'lgan bo'lishi kerak. Nega? Именно join, ya'ni inner join, left join emas, inner join qilamiz. Negaki bizga faqat продажасы borlar kerak. Agar left join qilganimizda hamma продажаларni olardi. Anaqa null value'lar, masalan, left join, right join emas, left join qilganda ikkita tablitsa bog'lanadi. Birinchi bog'lanayotgan tablitsaga ikkinchi tablitsani bog'laydida, bittaga masalan installment anaqalari yo'q userlar ham qo'shilib ketadi. Bu overall average ga ta'sir qiladi. Masalan, qancha vaqt olgan. CT'ni yasab olgandan keyin masalan pastidan query yoziladi, o'sha simple query select mana shu CT dan olinadi. Average extract epoch qilamizda, mana bu time series danini anaqa sekundga bo'lib yuboramiz. Sekundga bo'lganda masalan xohlasak kunlik chiqarib olamiz. O'sha sekundni masalan 86400 ga bo'lsak 1 kun chiqadi masalan. 3600 ga bo'lsak 1 soat chiqadi, 60 sekundga bo'lsak 1 minut chiqadi masalan. Bizga o'sha birinchi value ni ko'ramiz keyin. User registratsiya qildi, birinchi purchase'iga qarab purchase'igacha qancha vaqt ketgan ayirib olamiz. Bizga xohlasak kunda chiqarib beradi, xohlasak soatda, xohlasak vaqtda. Qancha vaqt ketgan, registratsiya bo'ldi, birinchi purchase'i necha soatda bo'ldi yoki necha kunda bo'ldi. Average chiqariladi. Hamma user o'sha vaqtda registratsiyadan o'tgan userlarni average vaqtini ko'rsatadi. Qancha sarflagan birinchi purchase'ni qilishga. В целом bu har kun masalan odatiy run bo'ladigan, har kun zapros tushadigan ad hoc'lar tushadi. O'sha ad hoc'lardan masalan stakeholderlardan shunaqa tezda query yozib rezultatlarni chiqarib beradigan narsa bu. Bera oladi anaqa SQL. В целом so'raganda Pythonda ham qilsa bo'ladi. Pythonda ham qilsa bo'ladi. Python can do this, but SQL does it in a scale and in one line. Bitta liniyada qilsa bo'ladi. Pythonda databazaga ulanguncha, masalan, librarylarni anaqa chaqirish kerak, bazaga ulanish kerak, login parol terish kerak. Unga ham Python не можно. В Python тоже query надо писать, чтобы вот эта библиотека все данные в одном месте собрал. И потом дальше вы можете агрегацию сделать, да? Но в SQL можно сделать в одном линии, в одном window function. O'zi SQL'da eng zo'r fishkalardan biri o'zi window functionslar. Ko'p Python injenerlari, Pythonda ishlaydiganlarni jealous qiladigan narsa bu window functionlar. O'zi biz eng ko'p ishlatadigan window functionlarni ko'rsataman. Bu yerda olib kelganman. В целом lekin window functionlar ko'p. SQL'da eng advanced joylardan shu, ko'pchilik ishlatmaydi. Aytganimdek 8 soat kurs ko'rgandan keyin bunaqa narsalarni praktika qilishga vaqti yo'q. Faqat select ko'radigan datalarni olishga ketadi. В целом birinchi window function bu sum qiladigan, masalan cumulativni sum qilib beradigan daily, masalan tranzaksiyalarning summalarini, masalan sum amount over order date bo'yicha hamma summalari kundan kunga cumulativni sum qilib beradi. Pritom real time'da boshqa row danlarni buzmasdan.
agregatsiyasini easy olsa bo'ladi. Rank qilsa bo'ladi. Tranzaksiyalarni masalan segment bo'yicha ranklanib chiqsa bo'ladi. Masalan, rank over, partition by segment, order by total. Segment plus total amount bo'yicha userlarni rankka bo'lib chiqsa bo'ladi. Rank bo'yicha. Lag bizga yordam beradi previous monthslar bilan compare qilishga. Previous month saleslari bilan, previous month metrikalari bilan lag window functioni bizga anaqa beradi. Yordam beradi kalkulyatsiya qilishda. В целом, u asosiy featurelardan biri, lekin nega bularni sizlarga aytayapman o'zi? SQL ga ko'proq urg'u berish kerak, SQL ga ko'proq qarash kerak. It's not SQL versus Python, SQL versus Python emas bu narsa. SQL har doim birinchi kelgan. Negaki data bilan ishlaydigan odam borki, baza bilan ishlaydi. To'g'ridan-to'g'ri. Bazada bu raw table'lar, sirli danlilar, to'g'rimi? User transactions, wallets, sessions, logs, shunaqa danlilar. Keyin SQL orqali feature engineeringlar ketadi, agregatsiyalar ketadi, segmentlarga bo'lish ketadi, labellar ketadi. Feature engineering, data engineerlar, o'shalarni avtomatizatsiyasini ham data engineerlar SQL orqali qiladi. Keyin Pythonda SQL section tugadi, keyin Python o'tiladi. Pythonda Pandasda shu complex transformationlar qiladi, feature engineeringlar, exploration, data visualizationlar shu Pythonda ketadi. Keyin modellar quriladi, keyin biznesga impact berish uchun deploy qilinadi, dashboardga, alertsga, product feature bo'ladi oxirida. Lekin core fundament bu albatta bizda SQL raw data bazadagi anaqalar. Hamma narsani foundationi bu albatta SQL. Shunga SQL ga juda katta e'tibor berish kerak. Men o'zim ham ishga olayotganimda asosan birinchi SQL dan test qilaman. Python, masalan, oxirgi marta Pythonni imanda qachon ishlatganman? O'tgan yil noyabrda. Audit qilishga, katta ma'lumotlar bilan ishlash kerak bo'lgan tranzaksiyalarni auditi bo'yicha Pythonda ishlaganmiz. Lekin complex functionlari SQL da yozib bo'lmaydi, prям komplekslari, tam multiple agregatsiyalarni birdan qilish uchun ozgina qiyinroq masala. Lekin daily usage'ga, daily business metrikalarga SQL must have tool birinchi navbatda turadi. Faqat data analitika emas, ML da ham boshqada ham SQL so'rashadi ko'pincha. To'rtta SQL skills that you get hired in uz data teams. Birinchisi bu albatta CTA joinslari zo'r bilish kerak. Bu eng must have birinchisi CTA. Nega subquery emas? Subqueryda u kodlar buzilib ketadi ko'pincha. Shunga CTA da alohida qilib complex joinslarni ham o'rganish kerak. Window functions hozir aytganimdek row number, rank, lag, lead, sum over har bitta intervyuda so'raladigan narsa. Null handling, edge cases, masalan, nulllar bilan qanaqa ishlash kerak, shularni ham o'rganish kerak. Albatta business thinking in SQL. Know why before how. Biroq kishi zapros bilan kelsa, nega degan savolni bilish kerak. U qanaqa qilish kerak degan anaqa emas. O'zi ko'p bizneslar, masalan, stakeholderlar anaqa bilan kelishadi, request bilan kelishadi-da, o'zi u request ba'zida unrealistic bo'lishi ham mumkin. Bitta ikkita savol bilan utashnis qilib olish kerak o'sha communication bilan o'rtada ochiladi. Oxirgi final metrika, final agregatsiya funksiya qaysi nima kerakligini, qanaqa numberlar kerakligi o'shanda ochiladi. Shunga to'rtinchida shu business thinking ham kerak before kod yozishdan oldin. Oxiri sum up qiladigan bo'lsak, SQL is a foundation, real data is a messy and master boss, Python and SQL. Rahmat. Savollar bo'lsa, savollarga o'tishimiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Menimcha juda yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. SQL emas, ko'proq Pythonga e'tibor berilgan, menimcha sizlarda ham. O'z bilib oldingizlar, masalan, SQL ham qancha shu O'zbekistonda aynan so'raladigan, kerak bo'ladigan skilllardan biri. Savollaringiz bo'lsa, yana o'zlariga berishingiz mumkin. Da, bemalol. Ismim Asbek. Data analytics kursini o'qiganman. U yoqda to'g'risi aytganingizda SQL da asosan select narsalarga fokus qaratilgan ko'proq. Python o'qiganmiz. Keyin data visualization o'qiganmizda o'sha data analytikada biza ko'proq fokusni data visualizationga berganmiz. O'sha data analytikada data visualizationga fokus ko'proq qaratish qanchalik muhim o'zi yoki juda muhim emas.
SQL ba'zi bizda masalan vizualizatsiya tool'lar har xillari borda, masalan Tableau, Power BI bor, Superset bor, Google o'zini aniqlari bor. Bizda masalan Superset ishlatiladi, imanda oldin Tableau ishlatiladi, hozir Superset ishlatyapmiz. Supersetda ham xuddi shunaqa. Hamma agregatsiyalarini bazada SQL da yozamizda table ko'rinishida keltiramiz agregatsiyalarni tezroq ishlash uchun. Keyin Supersetga uni prosta chaqirib olamiz. Superset ham SQL da ishlaydi, prям. SQL da kod yozish kerak, SQL da logikalarni qurish kerak. Vizualizatsiya tool u eng oxiri masalan eng tez o'rganiladigan narsada. Bizda masalan Tableaudan Supersetga o'tganimizda masalan menga mana 3 kun ketgan maksimum bo'lishi mumkin prosta o'rganishga. Supersetni prям noldan o'rganib birinchi dashbordni qurishga. U eng muhim joyi o'sha vizualizatsiya dashbordga danlarni tayyorlash, ma'lumotlarni to'g'ri tayyorlash. Negaki vizualizatsiya qiladigan tool'larning ham ichida o'zining agregatsiyalari bor. Ba'zi bir ikkita uchta metrikalar bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. Shunga idealniy dataset yaratish kerak. Oxirida SQL orqali yaratiladi dataset ham. Dataset shunaqa qancha ideal bo'lsa, ana u qiladigan vizualizatsiyalarimiz shuncha oson bo'ladi. Tam ikkita drag and drop qilsa, o'sha anaqa drag qiladi yoki tag qiladi, vizualizatsiya yaratiladi. Lekin baribir core bitta datasetni yaratish uchun idealniy query yozish kerak, query idealniy ishlash kerak. Tez ishlash kerak. O'sha o'rtada gap bor deyapsiz, o'shani to'ldirish uchun, o'sha ishda birinchi kunda yaxshiroq performans qilish uchun ko'proq SQL ga fokus qaratish kerak deyapsiz. Fokus qaratish o'sha nima bilan bo'ladi? Ko'proq masala ishlash. Masalada o'zi masala ishlayotganingiz nima bo'ladi? Ikkita narsani o'stirasiz masalada. Birinchi query yozish, ikkinchisi syncing. Biznes o'sha masala bo'ladi. Masalan, qaysidir table'lar bo'ladi. Miya yaxshi ishlaydi, va yechish kerak u masalani masalan. Zapros bo'ladi. O'shunaqa zaproslar masalan keladi ishdan, har stakeholderlardan keladi. O'shunaqa zaproslarda ishlayversangiz, keyin bitta kelganingizda masalan ishga o'sha sizga o'sha qiyin bo'lmaydi u narsalar. O'zim ko'rgan bo'lsa kerak, lead code'ga SQL ga alohida 50 ta anu bor. Masala bor. O'shani ishlab chiqish bu business thinkingni qanchalik Lead code'da alternativa bor o'zi SQL uchun. Ota ismida yo'q, Scratch learning shunaqa degan narsa bor. Prям data yo'nalishi. Lead code faqat data yo'nalishida bor. O'sha yerda ham shunaqa masalalar faqat SQL query'da yoki o'sha biznes vопросlar keladi, statistical vопросlar keladi. Shunaqa savollar keladi, o'shalarni yechadigan anaqa. No, savol so'ramoqchi bo'lganim, men bu 50 ta-ku 50 ta ishlab chiqqandan keyin biz yaxshiroq bo'lamizmi? Albatta. Hozir yetarlimi demoqchiman. Har kuni ishlash kerak. Men ham ishlab turaman, даже bo'sh vaqtim bo'lsa ishlab turaman ba'zi masalalar. Nimaki bitta query yozish muhim emas, savolni to'g'ri tushunish muhim. Masalan, biznesda ham savol keladi, lekin savolni siz noto'g'ri tushunib, noto'g'ri agregatsiya qilib qo'ysangiz agar, siz noto'g'ri ma'lumotlarni berasiz. Noto'g'ri ma'lumotlar bergandan keyin u noto'g'ri decision qiladi. Noto'g'ri decision qilgandan keyin yozasiz keyin. Data analystligiga o'qiyapman. Keyin atrofdagi o'sha data analystga o'qigan tanishlarim aytishyapti, что O'zbekistonda bu professiya hali unaqa aktualniy emas, judayam. Nima deydi? Faqat shu banking sohasida bor. Boshqa направленияларда ham hozir endi biz O'zbekiston ro'yxatida bo'ladimi? Да, конечно. Begzod tanishtirmadim. Begzodni bizni VP of Data, Vice President of Data, bizni head bo'lib ishlaydilar. Londonda o'qib kelganlar, master qilganlar, o'sha yerda experience orttirganlar. Batafsilroq Q&A da yaxshiroq javoblarni bu kishilar ekspert qilsalar bo'ladi. So, men tarafimdan aslo prezentatsiyasi o'tgan javoblar более выше rangdagi odamdan eshitsanglar, yanada yaxshiroq bo'ladi. Yo'q, bizani organizatsiyada bu o'zini yo'li bor, o'zini funksiyasi bor. Islom Beyni ham menga juda ko'p yordam beradi. Hozirgi momentda, misol uchun mindset bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda hammanglardan so'ramoqchi edim. Backgroundni so'rab chiqmoqchiman. Har bitta odam o'zi to'g'risida ozgina aytib bersa, keyin undan kelib chiqqandan keyin oxirida nimaga data bilan shug'ullanmoqchi bo'lganini aytib bersa, undan keyin уже men kontent beraman sizlarga. Juda ham
to'g'ri keladigan kontent beraman. Chunki hozir men 3 soat, 4 soat, 5 soat ham aytib bera olaman data to'g'risida. Lekin sizlarga kerak bo'ladimi yoki kerak bo'lmaydimi men bilmayman. O'shanga o'zingizlar to'g'risida bittadan aytib chiqsanglar, nimaga data bilan shug'ullanmoqchi bo'lganinglarni aytsanglar, o'shandan keyin men o'zim kontentni boshlayman. Sizdan boshlaymiz. Bo'layotganlarda analitika. Otingiz nima edi? Azizbek. Azizbek, yoshingiz nechida? 21. Toshkentlikmisiz? Yo'q. Qayerdansiz? Qashqadaryo. Yaxshi. Qayerda o'qiysiz? O'qiyman. 1 yil o'qigan, universitetda drop out qilganman. Okay. Hozir ML o'qiyapsizmi? O'zingiz o'qiyapsizmi? ML Okay. o'qiyman. Undan oldin data analytica o'qiganman. Mhm. O'sha SQL Power BI keyin Python o'qiganman. Undan keyin hozir machine learning kurs olaman. Okay. Toshkentdan xursandman. Siz o'tingiz? Ismim Murodjon, Yangi O'zbekiston universitetida o'qiyman. Mhm. Ikkinchi kurs Economics and Data Science major. Hop. Nimaga data? Kelajakda shu o'zimni ko'ryapman, shunga qiziqdim. Qiziqyapsizmi yoki populyarniy bo'lgani uchun qilyapsizmi? Universitetda yo'nalish bor. Или kimdir aytdimi yoki oylik katta deb. Ya, u oylikka qiziqdim emas. Yo'q, qiziqish kerak oylik ham. Keyin oyligini berasizmi? O'zi menga qiziq bo'lgan tomonlari bitta bor, ML matematikaga bog'liq. Hop, sizchi? Assalomu alaykum. Men ismim Fayzulloh. Inha universitetida o'qiyman. Inha? Da, Nechinchi yil? 2005. 2005-yil sizda. Mana shu oxirgi yillarda AI hype bo'lib ketdi. Shu AI hype bo'lgandan keyin qiziqib qoldim AIga. AIgami yoki datagami? Rasman tushuntiraman. AIga qiziqib qoldim. Keyin AI yaxshi o'rganish uchun qanaqa yo'nalishga ketishim kerak degan aniq savol tug'ilib qoldi. Keyin Google qildim, yo research qildim. Keyin ML chiqib keldi. ML variant. Keyin ML o'rganishga qiziqib qoldim. Keyin ML ni yaxshi bilish uchun va data bilan ishlash kerakligini bildim. Keyin shu orqali keyin kirib ketdim ichiga. Data analitik eshitdim. Siz to'g'risida yana background. Men ismim Nigoraxon. 28 yoshdaman. Westminster International University O'zbekiston Toshkentlikni bitirganman. C# developer bo'lganman. Unity'da ishlaganmisiz? Nimada ishlagansiz? Unity'da ham ozgina vaqt ishlaganman. Microsoftda degan kompaniyada keyin Visual Studio'da programma yozgan. C# programming language-mi или language emasmi? Shuni deysizmi? Query based, script based. O'sha language hisoblayman. Script based bo'lgandan keyin language bo'lmasa kerak. Mayli. Siz? Dataga nimaga kirmoqchiligimni aytib beray. Da. SQLda Inspayda SQLda ishlaganmiz, o'rgatishgan bizga ham. Keyin menga juda ham yoqqan, yaxshi marklar olganman, o'zim maza qilib o'qiganman shu predmetni. Keyin shu ozgina vaqt o'tgandan keyin я поняла, что I'm not a developer. И orada перерыв bo'ldi. Oilaviy soстояние bo'lgan, oilaviy muammolar bo'lib keyin hozir shunga data analitikani o'qib, daraja ketmoqchiman o'zimga. Men shu sohada o'zimni ko'raman, shuning uchun shu направлениеga ketmoqchiman. Men не знаю, это актуальная профессия сейчас или нет, востребована или нет. Chet elda bilaman, что востребована, но O'zbekistonda qanaqa aktualligini bilmaganim uchun shuning uchun hozir mana shunaqa savol beryapman. Xo'p. Assalomu alaykum, men ismim Mohiyaxon. Master's ham o'qib tugatganman o'tgan yili. Qayerda? Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida. Bachelors'im tilshunos, o'zim backgroundim tilshunoslik, o'zbek filologiyasi fakultetini tugatganman. Bilim Master's educational linguistics bo'lgan. Men doim qiziqqan soha bu NLP bo'lgan, Natural Language Processing. Mastersda qilgan tadqiqotlarim, qilgan proyektlarim buni shu направленияda bo'lgan. Lekin NLPda yana ham chuqurlashib xohlaganim uchun, boshqa modellarni ham o'rganishni xohlaganim uchun umuman NL kursini qidirib topib, keyin hozirgi NL kursimizda o'qiy boshladim. Va uni bir qismida bizda SQL ham bor edi. Lekin SQL
umuman SQL umuman data bilan ishlash. Lekin именно SQL o'ziga qiziqishim menda bakalavr payti ham bordi. Garchi men filologiya направлениясida o'qisam ham, ikkinchi kurs paytim Udemy'ni bir millionga yaklaştırgan nimasi bo'lardi, programmasi bo'lardi. O'sha yerda именно SQL'da ikkita etapli bepul kursi bor edi. Ikkinchi kurs paytim o'shanda bitirib mustaqil tugatib chiqqandim-da. И вроде sezganim osonroq sezgandim. Yani tez hamma narsani ishlab qila olgandim. Но aynan mani направлением keyinchalik NLPga qanchalik kerak bo'lishi mumkin? Masalan, baribir любой narsa arxitekturani qurishdan boshlanadi. Arxitekturani qurayotganda qisman kerak bo'lishi mumkin. NLPda bu informatsiyani retrieve qilish eng qiyin tarafida. Informatsiyani retrieve qilish, topish informatsiyani, chunki so'zli daniylar bo'ladi. Sifrovoy daniylar emas. Informatsiyani retrieve qilish bu information retrieval hisoblanadi. Ikkita algoritm bor. Bitta algoritmi BM25, ikkinchisi bilmayman, любой bitta search engine algoritmini ishlatsa bo'ladi. No, father of algorithms это BM25. BM25 yaxshi bilsa, odam NLP da ham yaxshi bo'ladi. Keyin yana qaytib kelaman unga. Вы? Здравствуйте, меня зовут Бекзат. Bu? Окей. Учусь во втором курсе по направлению ML. Где? В PDP. В PDP университете. Так, я заинтересован на самом деле на ML направлении. SQL мы проходили в первом курсе и во втором курсе. В первом курсе мы до джойна проходили частично, чуть-чуть. А вот во втором курсе... Целый год до джойнов доходили? Целый год до джойнов доходили? Нет, раз в неделю проходили. Окей, хорошо. И один семестр был там. А во втором семестре мы более чуть-чуть глубже заходили. Unit of Functions немного использовали вот такие. Также в самом курсе ML мы проходили вот эти темы, но да, этот язык какой-то интересный, то есть использование, то есть управляешь датами так, и даже вот это немного, как сказать, когда получается, то есть счастье чувствуешь, как бы ты уже вот этот, как сказать, вот эти даты под твоим контролем, вот это что-то вот такое чувство есть, интересно, но так углубляться, вот так, таким важным не так сильно считаю, то есть для моего направления не так сильно считаю это немного. Окей. Assalomu alaykum. Mening ismim Ajiniyaz. Mana PDP universitetida ikkinchi kursda. Otizmi yana? Ajiniyaz. Ajiniyaz. O'zbekmisiz? Yo'q, Qoraqalpoq. Qoraqalpoq, okey. Yaxshi. Mana PDPda ikkinchi kurs talabasiman. Xo'p, bizda birinchi kursda yo'nalish tanlanmaydi, hamma bir xil o'qitiladi. Xo'p, ikkinchi kursda mana EA tanlaganman, shunda qo'rqqanman. EA ishimiz olib qo'yadi degan narsa bo'lgan, lekin keyin ikkinchi kursda o'rganib, qiziqib qarasam, unaqa narsa emas. EA faqat bu matematika bilan datani jamlamas. Keyin qiziqib o'rganib keldim. Shu model training paytlarida qarasam, data yaxshi bo'lmasa, model trainingni faqat noldan keyingi bir qancha sifralarga oshirish mumkin accuracy'ni. Agar shuni o'zi model training qilayotgan paytimda shu narsani o'zi train qilib bo'lgandan keyin tuning qilish mumkin. O'sha orqali qilib ko'rganman, accuracy'ni ko'tarib, undan keyin feature engineering qilib ko'rganman, datalarni to'g'rilatib ko'rganman. Shu paytda yuqoriroq natija bergan. Shu paytda tushunganman data muhimroq ekanini. O'zim datani hozir ko'rsatgan toollarni foydalana olaman. SQL, keyin Power BI, Excel hammasini foydalanaman. Excel'i bilasizmi? Lookup nechta turini bilasiz? XLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP. HLOOKUP. Index X match. Index X match. Endi u indeks qaysidir yilgacha foydalangan, undan keyin Index X match. U ham shu lookupga o'xshab ishlatsa bo'ladi. Nimasi yaxshiroq lookupdan? Aniq esimda yo'q, chunki birinchi kursimda Excel chiqmagan, undan keyin ochib ko'rmaganman. Lekin ozgina o'qisam, tool sifatida foydalanaman. Chunki Excel'i bilaman deydigan odamlar kamda. Bir 15 yillik o'qitli odamlar ham Excel'i yaxshi bilmayman deydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Assalomu alaykum, men ismim Sanjarman.
Mana xuddi bunga o'xshab Filipiin universitetida o'qiyman. Bezod bilan bitta kursimiz. Shu AI yo'nalishimga ketishimdan sabab shu ustozim o'zi taklif qilgan, o'zi ustozlar bilan maslahatlashganimda ikkinchi kursdan oldin bitta yo'nalish tanlashdan oldin menga o'sha shu AI yo'nalishini taklif berishgani uchun shu yo'nalishga kirdim. Tushunarli. Okey. Rahmat. Hammada o'zini istoriyasi bor, hammani o'zini maqsadi bor, hammani o'zini bilimi bor. Hammada har xil. No bitta narsa datada ML bo'ladimi, analitik bo'ladimi, injener bo'ladimi? Bitta narsa это mindset. Mindset bu juda ham важный tarafi. Qog'oz bormi? Islom. Yo'q, hammaga bittadan qog'oz bersa yaxshi bo'lardi-da. Qog'oz yo'qmidi? Есть, да? Спасибо. Это bu именно mindset. Men ishga o'tganimda har doim qarayman-da. Mindset bu juda ham tushunarsiz, juda ham personal, hammani o'zini mindseti bo'ladi. Hammani o'zini o'ylashlari bo'ladi. Lekin maqsad bitta. Maksimal effektivniy qilib berilgan vazifani bajarish. Agar sizda texnический tarafdan juda kuchli bo'lsangiz, MLda, Pythonda вообще zo'r yozadigan bo'lsangiz, mindset bo'lmasa hech narsa emas u. Qancha o'qimang, 20 yil o'qisangiz ham tam sizda misol uchun Kaggle'da bir 80 ta proyekt yutgansiz yoki Google Cup'ni yutgansiz, Facebook Cup'ni yutgansiz, mindset bo'lmasa monetizировать qilish qiyin bo'ladi. Bu mindset bilmadim qaysi boshqa o'zbek banklarda yoki fintechlarda qarashadi bu narsaga. Именно kultura bo'yicha biz juda qattiq qaraymiz bu narsaga bu yoqda. Lekin O'zbekistonda bo'lgan hozir data komandalarini olsangiz, bizning komanda innovatsiya yoki misol uchun arxitektura bo'yicha qanaqa proyektlarni bitirishimiz bo'yicha, skill bo'yicha qolib ketmaymiz. Bir xil joylarda ko'proq qilamiz, o'rgatsak bo'ladi. O'shanga misol uchun Londonda hiring protsess qanaqa bo'lardi? Londonda oxirgi marta men lead bo'lganman, lead data scientist bo'lganman, yuridik firmada. Hiring protsess bu mening inisiativam bo'lgan, o'zi novo kulturaga. Butun dunyoda hamma talantli u yoqqa borishga harakat qiladi, tanlab olish juda qiyin bo'lishi mumkin. Birinchisi bu benefits package yaxshi qilish kerak, chunki eng zo'r talantlarni yig'ib olishim kerak. Ambitsiya bo'lishi kerak. Misol uchun kuchli talant bo'ladigan bo'lsa, salary mid bo'ladigan bo'lsa, menga kelish qiyin bo'ladi. Chunki kuchli talant eng zo'r joyga qaraydi. O'shanga birinchi o'rinda men hamma zo'r talantlarni yig'ardim. Protsessga 2 oy ketadi. Yig'ganimda men qanaqa qilib select function yoki window function qanaqa yozishni so'ramayman. Men ularga problema beraman. Problema berganimda logika tarafidan qanaqa o'ylaydi, qayerdan keladi, nima qiladi, o'shanga juda qattiq qarayman. Undan keyin уже unga to'g'ri keladigan task beraman. Uni bitirgandan keyin qanaqa qilib yetkazishi qanaqa qilib taskni yopganligiga ham qarayman. Birinchi o'rinda sizlar task olganingizda ko'p odamlar, misol uchun, men oldimga yurist keladi. Yuridik firmada ishlaganimda oldimga keladi, menga mana bunaqa qilib ber deydi. Birinchidan nima u odam menga aytayapti, datada qanaqa qilib решение qilishimman. U menga problema bilan kelish kerak. Keyin men u problemani olib translate qilishim kerak. Translate qilgandan keyin o'zimga решение qilishim kerak, daniylarni men bilishim bo'yicha. Ko'pincha qanaqa bo'ladi O'zbekistonda ham, boshqa joyga borsangiz ham menga yurist keladi, menga mana bunaqa dashbord qilib ber, men bitta liniyni graf bo'lsin, refresh har kuni ertalabdan bo'lsin deydi. Men menga решение bilan kelyapti-da.
Unaqa bo'lmasligi uchun siz so'rashingiz kerak. Nima problemani yopmoqchisan birinchi? What's your problem? What are you trying to achieve? Какой конечный goal? Mana shunaqa savol qo'ysak, уже achiever bo'lamiz, doer bo'lmaymiz. Doer bo'lsanglar, har doim исполнительный bo'lib qolasizlar. Junior, mid, maksimum sizlarni anonimlar, как бы patologiylar. Achiever bo'ladigan bo'lsanglar, sizlar уже seniorsizlar yoki уже seniordan baland, уже там лиды, хеды, ВП и так далее. Руководитель департамента. Achiever nima degani? Achiever понимает проблему и доводит его до конца, неважно как. Doer, он принимает переданное решение и реализует. Поняли, да? Tushundinglar разницасini? Farqi achiever bilan doer. Achiever problemani oladi, uni yechimini qiladi. Doer yechimni oladi, uni realizatsiya qiladi. Надо быть всегда achiever'ом. It's mindset. Yangi kichkina exercise, nimaga hozir qog'oz berdim sizlarga. Bitta savol. Bizda problema borda, biznesda. Gipoteza. Подумаем гипотезу, да? Hozir bizda BNPL produkt bor. BNPL nimaligini bilasizlarmi? Buy now, pay later. Nasiya. Рассрочка. Рассрочкani oladigan bo'lsak, Islombek juda ham chuqur biladi рассрочкani, to'g'rimi? Рассрочкаga imенно spetsializatsiya qiladi, har bitta tablitsani biladi. Bizda bitta problema bor. Biznesda ko'ryapmiz, что berilgan рассрочкаlarni qayta pulini olish qiyin bo'lyapti bizga. Odamlar to'lamayapti yoki bu texnik tarafdanmi yoki noto'g'ri odamlarga beryapmizmi yoki mошенникlarga tushib qolyapmizmi yoki merchantlardami? Olayotgan magazinlarida problema bo'lyaptimi? Yoki produktda o'zida problema bo'lyaptimi? Bilmaymiz. Problem statement. Recovery. Recovery bu berilgan narsani обратно взыскать. Birinchisi. Bizda bitta tablet, misol uchun hozir birinchi gipoteza. Nima gipoteza bor? Bu aytaylik merchantlar fraud qilyapti. Nima degani? Bu o'zini odamini olyapti-da, unga beryapti-da, ozgina 100-200 ming deyapti-da, menga оформить qilgin deydi, bo'ldi. Keyin produktni ham olmaydi. Merchantda produkt qoladi. И как бы u merchant boshqa odamga sotaveradi uni. Tekinga. Мерчант – это магазин, например, Идея, Техномарт. Вы приходите туда, видите лого Иман, спрашиваете, что тут. Они говорят, можете выбрать любой продукт, если вам дадут лимит, можете на рассрочку на 12 месяцев взять. Но сейчас у нас идет разговор. Проблема в том, что бизнес выдает продукты, люди приходят, берут продукты на рассрочку, но не платят некоторая часть. 60% не платят. Это огромный процент. Бизнес теряет деньги. Это большая проблема. Чунки мы берем инвестиции, мы реинвестируем, при этом мы теряем деньги, и те инвесторы, которые инвестируют, они тоже теряют деньги. Это плохо, очень плохо. Мы хотим понять проблему. Где именно проблема? Это в мерчанте или выборка людей, кому мы выдаем, не выдаем, скоринговая модель, или же техническая составляющая, что люди не могут физически заплатить, там функция не работает, я не знаю, там Paynet не работает, или там Ускарт перестал работать, например, да? Или какие-то сервисы у нас не работают. Вот эти гипотезы мы должны протестить. Окей? Recovery у нас хромает. Первая гипотеза – мерчант. Вторая гипотеза – это
техническая часть, technical. Третья проблема – это люди, people. Выборка людей, да, кому мы выдаем через calling. ML напишу сюда. Теперь задача. Texnik tarafdan emas, biznes tarafdan sizda oldingizda daniylar bor, odamlar bor. Protsessni tushunmaysiz qanaqa ishlashini. Nima qilasiz? Texnik tarafdan emas, просто chain of thoughts. Qayerdan boshlaysiz? Nima qilardingiz? Qancha vaqt kerak bo'ladi? Просто free thinking, freestyle. Просто ideyu bumagaga yozib beringlar. Bittadan 5 minut vaqt beraman, tam har bitta odam 5 minutdan gapirib bersa bo'ladi. Окей. Объясню больше. Я просто на узбекском сказал. Проблема в мерчанте это может быть связано с фродом. Фрод это, например, я прихожу к мерчанту и говорю, вот у меня лимит от Имана. Я хочу взять продукт. У нас нельзя прям по договоренности обналичивать этот лимит. Они только могут брать продукт за этот лимит. Я подхожу к мерчанту и говорю, смотри, мне не надо продукт, дай мне деньги за тот продукт, который я выберу. Мерчант говорит, хорошо, я тебе дам 50%. Он берет 50% денег, такое ощущение, как будто он у нас взял на просрочку, мерчант ему 50% отдал, и мерчант продукт не потерял. И при этом этот продукт никогда не возвратный для нас. Это фрод. Смог, да, объяснить? То есть в магазин пошел, говорю, рассрочка есть, плачу, но деньги забираю вместо него 50%. Ты не платишь, просто у тебя приложение есть, то, что мы тебе лимит дали, ты забираешь 50% денег и никогда не платишь. Это сумма, которую после школы тебе дадут, чтобы ты купил что-то в рассрочку. Пойдешь в магазин, говоришь, мне не дашь продукт, мне дайте просто деньги, и ты обнал делаешь. Ты не берешь продукт, а берешь деньги. А мерчант, как выгода мерчанта от этого? Он, во-первых, не продает товар у него остается. Во-вторых, он 50% от товара еще деньги остаются. Мы мерчанту потом оплатим за этот товар, допустим, на 1 000 000 сумм. Мы мерчанту 1 000 000 платили, он 500 тот человек дал, 500 тысяч, 500 на себя оставил, плюс товар оставил. А мы будем взыскать от тот человек, а не от мерчанта. Тот человек должен теперь нам платить, так как мы продали ему товар. Да. Человек он не платит. Да, тупо не платит. Это... Какое-то наказание или там... Нет, есть такой вид фрода. Да, это один из фродов. Из-за этого хотелось просто ваши идеи. Как можно подойти к этому вопросу, какую методологию можно использовать, да, для того, чтобы мы поняли, какая из гипотез подходит под этот recovery case. Uchtasidan bittasini tanlasangiz и qanaqa qilib tekshirardingiz uni? Kimlar bilan qilardingiz? Qancha vaqt kerak bo'lardi? O'ylab ko'ring. И o'ylab topgan yechimingiz qanaqa qilib yordam berishini ham yozishingiz kerak. O'sha problema yechishiga. Misol uchun, hozir bu yerda boshqacha exercise bo'ladida, men sizni oldingizga kelyapman, problemani aytyapman. Men sizga voy, menga mana bunaqa Excel qilib berdi deb kelmayapman. Menga mana bunaqa tablitsa qilib berdi deyapman. Men sizga problema bilan kelyapman. Bizda ta'limimizda kimga limit bersa bo'ladi, kimga bersa bo'lmaydi. Bizda ML scoring bor. Har xil daniylar borda ichida. И u daniylardan kelib chiqqan holatda biz unga limit beramiz. Bersa bo'ladimi, bersa bo'lmaydimi? O'sha yaxshi ishlamayaptimi yoki? Biz yomon odamlarga berib qo'yamiz ham. Biz tovarni merchant klientga sotib deb qilamizda, merchantga tovarni pulini beramiz. 20 million pul beramiz.
keyin insonlar sizga to'lash kerak. Lekin to'lang. Bu 3 вида вкладов, 3 ta вкладов. Любой bittasi tarixi bu nechamga bog'liq. Kreativ можно включить yana. Kreativni ko'proq yoqsa bo'ladi. 3 ta anundan kattaroq ham chiqsa bo'ladi. 3 ta gipotezadan yana gipoteza qo'shsa ham bo'ladi. O'zida, misol uchun, ideya paydo bo'lib qolgan bo'lsa, unga ham qo'shsa bo'ladi. Sut problem recovery qilmaydi. Recovery yaxshi ishlamaydi. Biz pul beryapmiz, qaytib ola olmaymiz. Nimada problem bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ringlar. Bu gipotezaga yana o'zingiz gipotezangizni qo'shsangiz bo'ladi. Da. Miyaga challenge qilish kerak mana shunaqa. Agar lead kodda o'tiradigan bo'lsa, lead kodda konkretno уже step by step guide beradi-da, u menga kerak emas unaqa. Men сотрудникка, misol uchun ishxonada o'zim komandamdagi odamga kelib o'tirib har bitta решениясini yozib beradigan bo'lsam, men o'zim yozib qo'yganim yaxshi undan ko'rasiz. Men problema bersam, o'zi own qilish kerak-da. Bu juda ham важный. To'g'risini aytaman, success rate, ha? Uchinchi gipoteza, bu meni gipotezam. Siz yana men randomni oldim-da hozir, to'g'risi. People ML bu bizda scoring model bor. U scoring model aytadi, bizga zaпрос keladi, odamdan limit beringlar menga deydi. Keyin biz uni daniylarini analiz qilamiz. Qancha limit beramiz bunga, u ML beradi o'sha scoring. Bu avtomatizirованный sistema. O'sha yaxshi ishlamayaptimi yoki noto'g'ri limit beryapmizmi? Boshqa odamlarga berib qo'yapmizmi yoki nima? Интересный факт. Success rate. Tipo, aytaylik 50 ta odamdan 5 ta odam o'tardi. Bu etapda. O'tgandan keyin yana 2 ta etap bor. Keyingisini уже Islombekka aytib qo'ysam, Islombek o'zi aytadi, trenirovka qilsanglar bo'ladi uyda. Shunda bu yerda hozir to'g'ri javob bormi bitta? To'g'ri javob yo'q. Bu yerda to'g'ri, noto'g'ri yo'q. Просто o'ylashinglarni ko'rmoqchiman. Нам надо, чтобы люди возвращали деньги, либо определить перед тем, Чтобы возвращали деньги и определить проблему, что нужно сделать для того, чтобы это исправить. Например, вот, тупо поставим сейчас recovery 50%, но acceptable 80%. 20% мы можем терять, позволить себе терять. Но от 50 до 80 нужно дойти. Что нужно делать для этого? Какие гипотезы? Ты можешь добавить свои идеи тоже. Не обязательно эти 3. Nima deydi, masalan 3 oy ichida to'lash kerak edi, rassrochkani pulini 5 oy bo'lib ketdi, to'lash muddati o'tib ketdi. U ani olgan odamga qanaqadir chora ko'riladimi? Ko'riladi. Yuridik chora? Ko'riladi. Umuman to'lamagunga ham ko'riladi. Shahardan chiqib ketolmaydi, adashmasam. Viza berishmaydi. To'g'ri направлениеga o'ylayapsizlar lekin. Mana bitta savol bor. Masalan, oddiy rastochka beradigan, kredit beradigan banklarda nima farqi bor o'zi iman investitsiya? Nimasi bilan iman aloqasi bor? Qarang. Halol investitsiya deb
oddiy bizada protsent yo'q, natsenka bo'ladi. Static bo'ladi. Misol uchun siz iPhone olmoqchisiz. Men sizga aytaman, iPhone 1100 turadi. Men sizga $1200 beraman. Bu protsent hech qachon o'zgarmaydi. Bankda misol uchun bir kun to'lamadingizmi, shtraf yoziladi. Unga tepaga peniyasi bilan qo'shilib ketaveradi. Bizda undan narsa yo'q. Collectionga tushadi. O'zining protsessorlari bor. Shtraf yozilmaydi. Shtraf yo'q. Keyin o'sha banklarda deganda MIB yoki boshqa narsalarga to'lanadimi? Lekin u yerda shtraf yozilib ketmaydi ustida. Ustiga shtrafda emas, albatta Protsent o'ynamaydi. shaxs ishtirokchi kerak. Bankda faqat merchant bilan customer ikkita shaxs bor. Shariat 2003 oyda. Merchant, imam, klient. Imam merchantdan tovarni qo'lga ushlab olish kerak. Shu sotib oladi, qabatni sotadi ustiga narx qo'yib. O'sha joyi. Detal anaqalar juda ko'p. Farqi bank bilan islom moliyati. Yana 10 minut qoldi. Bo'ldi. Еще 10 minut. Keyin mana bu stullarga o'tib olsak bo'ladi. Odam chiqib ideyasini tushuntirib beraveradi bitta-bitta. Xo'jaysizlar, mana shu yerda ham o'tirishsa bo'ladi. Surib qo'yamiz uni. Да, монитор лучше, да? Там работает. Да. Все. Вот это, да? Вот. Agar ideyalar bo'lmasa, uyalmanglar, chiqaveringlar. Bormi? Yaxshi. Agar kimdadir ideya bo'lmasa, chiqaveringlar, baribir savollar bilan misol yordam beramiz. Направлениyaga qo'yaveramiz.
ishga beriladi, servisga berilmaydi. Masalan, qanaqadir servis olmoqchimanda, o'shaga iman orqali to'lamoqchiman. Yo'q. Faqat produkt. Hozir produkt faqat. No, servisni bor boshqa kompaniyalarda. Misol uchun fitnessga bor menimcha, если не ошибаюсь. Bizda emas, o'zi вообще. Biza data specialist deganda biza qanaqa query yozishimiz emas, qanaqa Excel'da ishlashimiz emas, qanaqa Python yozishimiz emas. Qanaqa qilib biza problemani olamiz va qanaqa qilib biza impact beramiz. O'zimizni daniylar bo'yicha. Chunki daniylar hammasi bizada. Данные bu neft. Uni biza monetizировать qilishimiz kerak. Mana shunaqa data specialist bu achiever hisoblanadi. Просто o'tirib tayyor решениyani realizovat qiladiganlar do'rli bo'ladi. Ular juniorlar va middle bo'ladi. Maksimum. Eng yomoni bu men uchun red flag juda katta. Qachon specialist bittasi narsa so'radingizda undan qilib berdi, lekin bu narsa qanaqadan sal noto'g'ri keldi-da. Men buni qilib qo'ysang bo'lardi, bu narsa дополнить qilsa bo'lardi. No, specialist ответi mendan shuni so'rading, men senga qilib berdim. Bu red flag. Birinchi red flag, chunki data specialist problemga вникнуть qilish kerak birinchi. Nimaga erishmoqchi bo'lganini tushunish kerak, keyin unga yetkazish kerak rezultatni. Просто men buni yopib qo'yaman, qolgani menga emas deydiganlar red flag hisoblanadi. Unaqa organizatsiyalar ko'p juda bizada. Juda ko'p banklar shunaqa ishlaydi haligacha. Katta banklar shunaqa ishlaydi. Shuning uchun hozirgi yangi specialistlar keladiganlar, achieverlar bo'ladigan bo'lsa, xalqaro o'ringa ham chiqsak bo'ladi. O'zbek brendi xalqaro o'ringa chiqadi xudo xolisa. Achiever bo'lish kerak faqat. Bir minut qoldi. Achieverlikdan qarab o'stirsa bo'ladi. Skill ko'proq. Gaplashamiz, conclusion qilamiz. And time. Bo'ldimi? Tugatdinglarmi? Birinchi boshlamoqchi odam bormi? Mayli, chiqing, bemalol. ikkinchi odamga qanaqa sotishni primerini tushuntirib berishgan. Ya'ni masalan men 10 million so'mga notebook olmoqchiman. Hozir meni naqdga olishga imkoniyatim yo'q. Deyman, iman 13 millionga shuni sotib oladida, keyin 13 million pulni men imanga to'layman bo'lib. Tipi shunaqa ishlash kerak logikasi. No, qanaqa bu jarayon оформить qilinadi men bilmayman.
hozirga qo'yilgan zadachadan kelib chiqib turib, man o'zimni iman o'rniga qo'yib ko'rib, shu tomondan o'ylab ko'rishga harakat qildim. Deydi, man notebook sotib olib, ustiga ozgina qo'shib, tipa men ikkinchi qo'l bo'laman, ikkinchi qo'l sifatida tovarimni mijozga sotyapman. Faqat bo'lib to'lash evaziga. Endi menda g'irromchilikni men payqab qoldim. Ya'ni mendagi muammo, men sotgan mijozim pulni vaqtida berish kerak bo'lgan muddatda bermayapti. Muddat o'tib ketdi. Xo'p. Men birinchi tekshiradigan narsam bu, конечно, bu narsa hujjat yuridik tomonidan оформить qilinadi-ku. Birinchi tekshiradigan narsam, men olgan mijozim rostdan hozir hayotmi yoki vafot etdimi? O'sha narsani tekshirib ko'raman. Chunki u birdan vafot etib qolgan bo'lishi mumkin. Men xabarim bo'lmasligi mumkin. O'sha hisobiga u oylik ham olmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. U to'lash moliyaviy imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Bittasi biza aytaylik kuniga bir 50 mingta produkt sotamiz deylik. O'sha 50 mingta produktni ichida protsentni o'ylaymiz. 50% qaytmayapti. Scale qo'shish kerak problem statementga. Bitta odam emas bu yerda. Ko'proq odam. Давайте hozir men birinchi o'zim o'ylagan narsani tushuntirib beray, keyin siz Yo'q, yaxshi направление, xo'p. Birinchi u odam tirik, vafot etgan odam emas, bu cel mijozim. Tirik yoki vafot etgan. Keyin hozir qayerda? U O'zbekistondami yoki umuman chet elda-yu, umuman u bilan aloqa qilish iloji yo'qmi? Lokatsiyasi qayerda? Qayerda u? Shuni aniqlab qo'yaman. Men buni aniqlash oson yo'li bor, FHD yo'lga, chunki birinchi anaqa keladi, vafot etganlik haqida doimo tezlikda bo'lmasa ham, baribir FHD yo'lda anaqa qilinadi, qayd etiladi. Fuqaro vafot etdimi yoki tirikmi? O'shandan damlardan bilib olgan bo'lardim. Men bundan ham menimcha bilib olsa bo'ladi. Men qanaqa bu protsess qilish iloji bor, chuqur o'ylab ko'rmadim. Lekin xullas men aniqlaydigan narsalar birinchi o'rinda shu bo'lardi. Ikkinchi surishtirib ko'radigan, qiziqib ko'radigan narsam, uni moliyaviy qobiliyati yetmayotgandir balki. Deydi, oyiga stabil 10 million oylik olib turadigan odam meni mijozim edi. Lekin uni nimadir bo'ldi, ishdan haydaldi, kompaniyasi yopildi, umuman unga doxod kelmay qoldi. Balki moliyaviy qobiliyati oldingi darajada emasdir. Men shu masalani o'rganib ko'raman. Buning uchun moliyaviy qobiliyat deb yozing. Moliyaviy qobiliyatini tekshirib ko'rardim. Buning uchun u qayerdandir baribir ro'yxatdan o'tgan bo'ladi, mayboda. Hech bo'lmasa o'zini band qilgan bo'ladi yoki qayerdandir rasmiy ishlayotgan bo'ladi. Student bo'lsa, umuman qayerdadir student, uni kimligi baribir shaxsiyati va uni ijtimoiy holati, bandligi yoki band emasligi, xullas boshqa ma'lumotlarni tekshirib ko'rardim. Ishdan bo'shaganmi yoki yo'qmi? Uchinchi qiziqib ko'radigan narsam, balki u odam ham hammasi joyida, u tirik, yashayapti, pul topyapti, lekin u unda deylik yoshi kattaroq odamga men mijozim bo'lib qolsa, u shunchaki приложение ishlash tushunmayotgandir. Mana shunaqa tomoni ham bo'lishi mumkin. Ya'ni applarni ishlatish bilan bog'liq muammo. Men siz aytayotgan texnical rivoyat holatda applar bilan muammo. Balki u tarafdan bo'layotgandi bu narsa. U tushunmay qolgandi protsess. Yoki-da meni o'rtada turgan bu app ishlamay qolgan bu qaysi servisi. Men uchun mana bu muammo, men bu prinsipga qo'ygandim, 3 tali muammoni. Mana bu muammo men uchun 3-darajali nima? Birinchi o'rindagi muammo emas, buni tez bitta hal qilsa bo'ladigan narsa. Ammo odam tushunmayotgan bo'lsa, unga qanday o'rgatish mumkin? Bir bola darsga guruhnomalarni yoki mendan muammo bo'layotgan bo'lsa, bu narsani hal qilsa bo'ladi specialistlar bilan. Hozir yana pointlar qoldim? Yana pointlar bormi? Biroz hamma ulgurish kerak edi. Bo'ldi, hozir tez gaplashayapman. Xullas, men qanaqa shu punktlar bo'yicha ko'rib chiqqandan keyin qanaqa yechardim muammoni. Birinchisi, men bu odam meni оформить qilayotgan payti, u pasportiga baribir оформить
qilishni man majburiy qilib qo'yardim. Pasportga оформить qilgandan keyin agar u vdруг vafot etgan, lekin deydi o'sha mijozimni bir nechta kartalari bor. U karta ham pasportga ochiladi baribir. Men qaysi bitta bu birinchi kartasidan bo'lsa, boshqa любой uylangan kartasidan pul yechib olgan bo'laman. Chunki uzun nasiya shunaqa ishlaydi. OneFitga men to'layman, xullas bitta kartamdan bo'lsa ikkinchisidan yechib olaveradi. Farqi yo'q. Men nomimga ochilgan любой kartadan pul yechib olaveradi. Va mumkin avtospисание. Xullas o'sha odamni nomiga ochilgan любой pul kelib turadigan anaqadan men pul yechib olgan bo'lardim o'zim uchun vaqtida. Ikkinchisi, agar bu narsani iloji yo'q, u odam vafot etdi, bironta yoki umuman aloqa qilish iloji yo'q, yoki umuman moliyaviy qobiliyati ham sindi, unda daromad yo'q. Mana shu joyda menda ikkita yechim paydo bo'ldi. Qaysi birini prioritetga qo'yishimni o'ylab ko'rishga, vaziyatga qarab. Birinchisi, bu men оформить qilayotgan payt o'rtada garovga ishonchli shaxs qo'yishni majburiy qilib qo'yardim. Deydi, men bu odam to'lamay qolsa, uni o'rniga ikkinchi odam to'lab beradi. Sharia compliant emas shekilli. Bilmadim. Is it Sharia compliant though? I don't think so. Shariy tomondanmi? Yo, mayli. Hop. Chunki masalan, student to'lamay qoldi, buni o'rniga ota-onasi ishonchli shaxs o'rniga to'lab o'shandan o'ldirgan bo'lardi. Yoki ikkinchisi bu yuridik chora ko'rish, albatta. O'sha odam O'zbekistonda bo'lsa, uni topish iloji bo'lsa, yoki vafot etmagan bo'lsa, men uni albatta ma'muriy javobgarlik. Etilu produkt to'lash kerak bo'lgani 1 million so'm. Okay. Biza katta protsesslar boshlay olmaymiz, chunki protsess o'zi qimmatroq bo'ladi. Shunaqa desak. Qaysi protsess? Men buni protsesslarni Misol uchun mashinaga o'tirib borib kelsa, benzinning o'ziga ko'proq ketib qolishi mumkin, например. O'shanga hozir mana bunaqa qilamiz-da. Birinchi pointga impact on this. 50% dan 80% ga o'tishi uchun qanaqa impact beradi tirik vafot? Necha foizga ko'tarish mumkin 50%? Exactly. Okay. Bu boshqa planlarga o'tkazishga yordam beradi. Boshqa planlarga. Menga impact bo'ladigani qaysi biri? Bunga именно impact bo'ladigani men boya aytgan любой ulangan kartasidan yechib olish. Okay, avtospисание. Necha foiz 50 dan ko'tarib beradi? Bilmadim, hisoblash kerak-ku. Aytaylik 50 mingtadan hozir bir minut. Uh, 50 mingta kuniga sotamiz. Har kuni bu degani 50 mingta odam pul to'lash kerak bizga. Chunki har kuni 50 mingtadan sotsak, har kuni deadline keladi 50 mingta odamga. Ichidan 50% bizga to'laydi, bu degani 25 mingta. 25 mingtasi vaqtida o'zi to'laydi. 25 mingtasi to'lamayapti. Aytaylik 25 mingtasida 16 mingtasida kartasi bor. 16 mingtadan success rate avtospисания 90%, скажем, да. 90%. Necha foiz? Oshimi? Matematikada hisoblash kerak. Logikaga yaxshi matematika kalkulyatorni. Aytaylik 68% deylik. 80% ga chiqishga nima qilamiz? Yana. Birinchi o'rinda avtospисаниеga ishlamasa, men bu aytganim. Avtospисание уже 68 ga boost qildi. Shariy tomonni o'ylamagan ekanman, lekin uchinchi o'rtaga qo'ygan shaxsdan yokida o'shandan olgan bo'ladi. Shu uchinchi shaxsdan kartasidan buniki ham добавочный qo'yilgan bo'ladi. Unikida avtospисание. Bilmadim. Именно u protsess to'liq men o'ylab ko'rmadim. No, o'rtadagi uchinchi odam uni o'rniga to'lab berish haqida o'ylaganman. Ko'p odam turib bergisi kelmaydi, o'shaning uchun kifoya. Okay.
okey, hozircha yaxshi, chapachalib qo'yamiz. Keyingi odam chiqib ko'ring. Sizga kerak emasmi? O'zini ruchkasi. U yopishib turibdi. Recovery'ni maksimal darajaga ko'tarishlik uchun 50 dan 80 ga davomli. Ha. Bu yerda 3 shart yashayapti. Bilishimga qaraganda IMA Invest, IMA hop, o'rtadagi merchant oxirgisi klient mijoz. Avvalo boshida bitta analiz bo'lishi kerak. Hamma narsa to'g'ri ishlayaptimi? Birinchi navbatda iman o'zini bitta ko'rishligi kerak. Misol uchun hamma shar'iy Ko'rish kerak bo'lganda konkretniylashni ayting. Qayerda tekshirish kerak, nima qilish kerak? Misol uchun boshida kontrakt tuzilyapti, 10 million noutbukni misol uchun 15 million balki undan ham ko'p boshida turib, klientga agar sharoit vaqt to'g'ri keladi, lekin klientga olib ketish mumkin. O'sha umumiy summa keyin oylik nima qilayotganda uch tomonlarni o'ylab kamroq kelishda klientni o'ylagan holda. Standart bo'ladi. Natsanka merchantlarning o'zi bilan gaplashishadi. Bularda agar hammasi ishlaydigan bo'lsa, keyin aytadi merchant produktni o'zi sifatlimi va o'sha oqibatlariga qanaqangi muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zi javob beradigan qilib qo'yish kerak. Merchant o'zi javob berish kerak. Klient to'layaptimi, to'lamayaptimi? Yo'q, klient to'lashligi emas, misol uchun klient to'lagan narsaga sababli bo'lishi mumkin, merchantga bog'liq bo'lgan o'sha produktni Nimasi bo'lishi bor? Misol uchun produktni sifatini to'g'ri qo'yish. Ilovani o'zi ishlamayotganimi yoki merchant nimadir qilganimi? Merchantni produktlarni aytadi. Misol uchun notebookni Kачествосimi? Misol brak chiqqan, chiqmaganmi? Hop, brak aytaylik 50 ming, 100 mingtadan 100 mingtadan bitta brak chiqishi mumkin. Va oxirgisi mijozga oqibatlarini tushuntirish kerak. Boshda kontrakt tuzayotganda Qabs. Sen o'sha to'lamasang qanaqa oqibatlarga olib keladi misol uchun. Necha foiz impact beradi 50 dan 80 ga? Tushuntirgani. Menimcha eng ko'p impact bergan mana shu Tushuntirishimi? Education-da. Tushuntirish emas, education emas. Boshida shartnoma tuzayotganda yaxshi oqibatlarni qo'yish, to'lashlikka majbur qilish. Qanaqa qilib majbur qilasiz? O'sha klient qo'rqsinki, yaxshi majbur qilishga ko'p narsa kerak. O'sha Taxmin misol uchun ko'p iPhone sotadigan nimalar qulab qo'yadi. iCloud, okey. Blokirovka aytaylik bizada 40% da telefonni продаж. 40%. 50 mingtadan 40% telefon deylik. 50% dan kam ekan. Nima qilamiz? 20 ming. Xaridorga olgan taqdirda ham Blokirovka qilib qo'yamizmi? Blokirovka emas, boshqa oqibatlar o'ylab topsa bo'ladi. Kontrakt kiritiladi. To'lolmay qolganda o'ylanadi. O'ylanadi deyilishi kerak emas. Konkretni impact to'g'risida gaplashamiz, texnik realizatsiya oxirida. Xo'p, keyingi etap o'sha mijozni to'lolmayotgan mijozlar bitta analiz qilinadi. Nima uchun to'lolmayotganligi. Hop, o'sha
iqtisodiyot nimalar o'rganiladi va to'lanmaydigan ishlarga misol uchun har oyni boshida qanaqadir notificationda jo'natishlik informatsiya. Xo'p. Pre-collection deyiladi. o'sha oylik tushgan moment jo'natishlikni yo'lini qilish kerak. Misol uchun oyning boshida to'lashlikka imkoniyat bor vaqtida. Xo'p. Qanaqa qilinadi u? Dannilar bo'yicha. Shu dalillar bo'yicha SMS jo'natib Okay. Dannilarni tanlab olishimiz kerak. ID-shkani olamiz. Marketingga beramiz. Marketing push yuboradi. Pushni ko'rgandan keyin konversiyasini tekshiramiz. И mana bu yerda impact ko'ramiz, to'g'rimi? 60% deylik. Shunda ham bo'lmayotgan bo'lsa, oxirida law degan ekanman, bu yerga majburiy ijroga tortishlik. Legal collection deyiladi uni. Legal collectionda recovery oyiga 2-3% bo'lsa kerak. Mayli. 62. Bu degani C. Yaxshi? Yomon emas? Mana deysiz? Keyingi odam. Кенга? Чекай. Можно, не нужно, а можно, видите? Ой, не можно, а нужно. Birinchi etapda o'sha komanda yig'ilib nimaga recovery 50% bo'layotganini aytayotganda har xil gipotezalar bo'ladi. O'ylayman har bitta gipotezalarni baribir alohida tekshirib chiqish kerak bo'ladi. Конечно, 100 ta gipoteza bo'lsa 100 tasini tekshirish kerak degani emas. No, o'sha probability high bo'lganini tekshirib chiqish kerak o'ylayman. Bizani holda masalan if merchant technical issues и default scoringda xato ketayotgan bo'lishi mumkin dedik. Keyin yana har xil aytganlaridagi внешний faktorlar bo'lishi mumkin. Там qanaqadir kompaniya krizisga uchrab, o'sha yerdagi odamlar увольнение bo'lib bankrotskiy bo'lishi mumkin. O'shanga to'lanmaydi. Necha foiz impact beradi 50 mingtaning ichiga? Kam. In grand scheme of things, it doesn't matter, does it? Yes. Okay. But it's possible. Yeah, it is. Masalan, birinchisi merchant dedik. Har xil bitta misol keltirdik, olib narichka qilib sotmasligi mumkin deganda, shu holda qanaqa tekshirsak bo'ladi buni? Hatto yashayotganda shu produkt uchun bizda aytildi, shu faqat produkt sotiladi. Imanni nima deydi? Pulga sotsa bo'ladi. Faqat produktni chekini qo'yish kerak, обязательно. U chek faqat produkt olingandan keyin chiqarib berishadi. Bu narsa fraud case'larni yo'q qilishga yordam beradi. Check, to'g'rimi? Ha, check. After check functionini qo'yish, check device qilish. Odamni rasmini qo'yish nima deysiz? Misol uchun rasmga tushgan? Produkt bilan tushgan. Ну, продукт bilan rasmga tushsa, может сфоткаться, потом оставить же. No, tashlab ketsa, biz odamga aytolmaymiz, olgansiz baribir. Misol uchun odam aytishi mumkin, men olmaganman. Misol uchun men keldimda, imandan olib ketdim. Keyin ketib bordim. Imom menga telefon qildi, qachon to'laysiz? Nimani to'layman? Bilmayman nima. Men olmaganman. Chekini qo'ygan bo'ladi. Yo'q, xo'p, chek. Yo'q, no. Или там фотография с чеком и с продуктом. Можно так. Окей, good. Tax impact. Aytaylik 55% deydi. Okay. O'zi birinchi etap nima demoqchi edim? Bu bitta komanda bo'lsa kerak, взыскание komandasi ham bo'lsa kerak, odamlar notification yuborsa ham ochmasligi mumkin. Qatdan bilamiz ochmasligini. Yo'q. Ochib to'lamasligi mumkin.
click rate degan narsa bor dannelarda. Konversiyalar. Lekin to'lamasligi mumkin. Просто shu komanda bo'ladi, menimcha bo'lsa kerak. Telefon qilib уже telefon orqali nimaga bermayapsizlar degan oplata nimaga bo'lmayapti degan. Вот. Bu narsani bilgan holda, masalan, keyingi etap technical issue bo'lyapti manda deyishi mumkin. Qanaqadir. Okay. Qayerdan bilamiz technical issue bo'layotganini? Yo'q, telefon qilgandan keyin. Почему ты не платишь? Например, я не умею пользоваться. Okay. Или у вас приложение не Call работает. centerdan olamiz bu dannelarni. Qayerda analiz qilishga qayerga tashlaymiz? Misol uchun bizda 50 mingta odam kuniga deadline keladi, 25 mingta odamga telefon qilamiz kuniga. Har bitta operator bilan gaplashishim kerakmi yoki bu dannelar qayergadir tushishi kerakmi? Bu dannelar operatorlar, мне кажется, значит qilish kerak. Обычно operator CRM nimaligini bilasizmi? CRM yoki bir xillarda endi bo'ladi. Endi imanda bo'lsa kerak CRM, но Excel'da, oddiy Excel'da ishlashadi. Это вот minimum. Excel'da. Okay. Know your client, KYC. KYC'da biz problemani topdik. 25 mingta odamdan 7 mingtasi to'lashga qiynalyapti texnik tarafdan. To'g'rimi? 25 mingtadan KYC 7 mingta. Keyin nima qilamiz to'lamayotgan bo'lsa? Endi texnik problema bo'lganda, qanaqa problema masalan, uz kartdan muammo bo'lyapti, yoki bankomatdan. Yoki juda qiyin ilova odamlar tushunmayapti. Unda video uroklar qilish kerak bo'ladi. Video urok qildingiz, faqat 200 ta odam ko'rdi. Unda по отдельности o'rgatib chiqishga ham muammoli ish. При направлении на экран оплаты при открытии приложения сразу открываешь вот это. Texnik devlar bilan gaplashish kerak, продуктовое решение qilsa ham bo'ladi. Okay. Вот. И Okay. 63. oxiri ML scoring sistemni recheck qilish kerak dedim, lekin Qanaqa qilib recheck qanaqa qilinadi? qilib recheck qilishni Hamma biladi recheck qilish. Mana 3 ta point recheck qilsanglar 80% bo'ladi. Easy. Просто именно shu momentda уже более uglубленно biladigan odam bo'lish kerak bo'ladi. Yo'q, endi baribir fantasy bo'pti. Ma realniy nomerlarni bermayman bu yerda. Endi bor. Keyingi odam. Keyingi odam. Beniki sutka ma afilla menajерga bir ketamiz. Так. Siz chiqdingiz-a? Ha, давай иди. Я даже не знаю, что так как вот это расписать, но давайте я расскажу вам всем вот этим. Так, сначала у нас есть список, вот, когда мы смотрим, каждый месяц мы смотрим, кто списал, кто оплатил вовремя, ну, каждый день, кто оплатил вовремя, кто не оплатил вовремя. И составляем список тех, кто не оплатил, и рядом дополнительно, так как его данные этого человека. И плюс в каком магазине он вот эту покупку сделал. Сегментация. Так, в каком магазине он эту проблему, то есть покупку сделал. И через неделю, либо через месяц мы каждый вот этот покупки группируем по магазинам, по мерчантам. Если у этого мерчанта аккаунт высокий показатель, и при этом человек был
первый раз, то есть первый заказ у него, то есть первый раз использует услугу рассрочки, то проблема в мерчанте, у него падает подозрение. Если человек был очень, то есть оплачивал все вовремя, но что-то как случилось, что он не платит, то есть смотрим на его, сколько он оплатил, сколько он не оплатил, то мы обращаем внимание на самого человека и стараемся связаться с ним. И смотрим на тот показатель, когда он зашел в приложение последний раз. Если он на приложение последний раз, то есть заходит и при этом не оплачивает, то звоним. Если человек заходит, все равно звоним, да. Но это нормально. Надо уточнить проблему, потому что если человек был изначально все, предыдущие вот эти рассрочки вовремя оплачивал и резко что-то не оплатил, то либо проблема у него случилась по жизни финансовая, либо у него случилось непонимание с обновлением, последним обновлением приложения. То есть, как бы, недавно TVC обновил приложение, и там все очень запутанно стало, ты не сможешь ничего нормально найти. Вот. Уточним проблему, и возможно он сообщит, что вот Если мы узнали, что проблема в мерчанте, что мы делаем? Если в мерчанте, то мы делаем человека, попробуем автосписание, не получается сразу в суд, через суд решается, потому что человек пошел на это, а мерчанта блокируем. Окей. Те продажи, которые он сделал, то, что мы знаем, что проблема в мерчанте, мы будем оплачивать или нет? Те проблемы, которые еще раз. Да, например, мерчант продал, мы должны заплатить мерчанту за те продукты, которые он продал, на рассрочку. Следующие новые вот эти мы блокируем транзакции или не блокируем? Не блокируем тот день, а со следующий день блокируем. Потому что блокировать, возможно, там человек реально взял вот это. А вот этот день не блокируем, со следующего дня просто не даем ему возможности. Сколько процентов мерчанты продают? Сколько процентов продаж от мерчантов? Любой. Продаж? Да. Наша продажа сколько процентов от мерчантов? Лично. Нет. Физический стор. Сколько продаж от маркетплейса? 10 тысяч. Окей. Мы заимпактили 10 тысяч. В рекавери подняли 60 плюс. Окей. Следующая проблема, когда человек платит не первый раз. Нет, подождите. Человек взял рассрочку первый раз, тут может быть проблема в том, что либо у него техническая проблема, либо человек был неправильно подобран. То есть вот тут сомнение про мерчанта маловероятно будет, потому что первый раз заказывает. Так, если человек это первый раз заказывал, мы смотрим на результаты моделей и историю его транзакций. То есть какие он транзакции ввел, какие у него баланс был в последнее время. Все вот это смотрим. Транзакцию смотрим или смотрим активные кредиты, тоже можем посмотреть. И то, и то. Рассрочку тоже. Ну, типа у него есть кредит в другом месте, и он не платит. Кредит в другом? Что? Да, из другого банка взял кредит, скажем, TBC, то, что ты сказал, да? И он там тоже не платит, но он к нам пришел и как-то умудрился получить. Это проблема ML-ки. ML-ка должна учитывать тот факт, что у человека уже есть red flag, и при этом он должен не давать лимит этому человеку. Ну, это уже риски, да. Это, думаю, данные уже добавлено будет на ML, и оно не будет учитывать это. Да, его надо добавить. И вот, хорошо, что вот это заметили. Там еще может быть проблема в том, что человек, мы же смотрим на данные с других банков, вот, и там тоже кредит не оплачивает. Если вот человек и у нас не оплачивает, и там не оплачивает, то у человека проблема техническая, но не с приложением, а вот
Возможно, с телефона нету, просто вот сломался, вот все, вот это. Либо связь потерял. Вот Или эти украли все телефон, да? Да. И вот у него не получается все вот это. Ну, таких будет В таких 1%. случаях мы Ну, связываемся 0,03%. только через, как сказать, махалля, вот эти там, типа вот так, через людей связываемся. Окей. Да. Шире, шире, шире. Scale. 50к. 25к у нас. Шире надо думать. Ну, то, что телефон сломал или украли, это может быть 0,02%. Ну, в принципе, очень хорошие поинты поднял. Мне понравилось. В принципе, он поднял такие решения, что именно с датой, да, связано. Бизнес-решение, частично бизнес-решение, дата-решение. Согласен? Да. Вот так вот. Дата решения – это хорошо, потому что дата может именно на скейле решать проблемы, да? А бизнес-решения, они более узкие. Ну, я думаю, большая часть проблем в основном от ML, от людей. То есть, когда люди первый раз выбирают, и из-за них, вот из-за ошибки вот этого, либо когда человек первый раз получает, ошибка либо вот в этом, либо вот этом в основном. Вот эту проблему легче всего выяснить, когда вот хорошие люди тоже, те, которые платили хорошо, начали не платить. Вот эта проблема быстро выясняется. Вот эту проблему мы чуть сложновато будет выяснить, потому Сейчас, что... секунду. Я извиняюсь, что-то 5 раз звонят, я должен ответить. Сейчас, секунду, 2 минуты. Алло. Я на митинге, что-то срочное? Я на митинге, срочное что-то? Ну, где-то через полчаса. А что? Да, пока закажи, я немного сейчас митинг закрою, и я тебе позвоню. Окей, хорошо. Так, смотрите, неважно, что мы делаем здесь, да, здесь мы думаем, логика, и вникаем. Самое главное в майндсете – это вникать в проблему. Неважно, это дата решения или бизнес-решение. Я, в принципе, Исламбек, мы как команда дата, да, но мы при этом вникаем в проблемы и решаем. Неважно, это как бы нужно с разработчиком поговорить или там с маркетингом поговорить, да, чтобы решить проблему. Но мы дата решения поднимаем и бизнес-решения поднимаем и вникаем в разные какие-то болючие аспекты. И мы команда R&D. R&D от операционки чем отличается? Операционная команда, они делают ежедневные вещи, например, продать продукт. Он сидит, продает. Это операционно. R&D, мы смотрим на всю операционку и смотрим, куда мы хотим дойти. Что мы должны сделать такого, чтобы туда дойти. Это вот то, что мы делаем. Да? Мы идею кидаем, куда мы хотим дойти, и делаем решение. И как-то суппортим и развиваем. Мы делаем такие решения, которые заимпактят компанию, может быть, через 2 года, может быть, 3 года, может быть, через полгода. Как бы мы думаем на скейле, мы думаем на обширном плане. Операционно это уже другие команды занимаются. Есть немного инженерии операционные, да, которые там каждый день у них какой-то процесс есть, который должен человек зайти 3 раза нажать на кнопку. А это реально как бы нужно вникать и думать. И для меня это интереснее, я думаю, вам тоже интересно. Можете дома, можете любой бизнес в голове, да. Вот вы ходите на улице, exercise, да, для вас. Видите, ипотека банк, да, он не очень банк, приложение вообще кошмарно работает, вы такие смотрите, что я могу сделать? Так, окей, бам-бам, решение придумали, и сразу смотрите на данные, как-то себе какие-то идеи закидываете, и это развивает именно такой achiever mindset. Вот так вот. Ну, молодец, очень было приятно послушать тебя. Давайте походим. Корделя Мульгурваса. Спасибо, очень молодец. Окей.
Keyingi odam. Ha? Nima deysiz? Mayli, yordamlashib yuboramiz. Chiqavering. Nimangiz bo'lsa yozavering, keyin savollar bilan yordam beramiz. Baribir bu narsa olib ketishingiz kerak edi. Vaqtingizni ishlatdingiz, bu yerga keldingiz. Ozgina opit berishga harakat qilamiz. umumiy bu sistemani ya'ni pastki olimlar tushunishga o'zi ko'p ketib qoldi to'g'risi. Keyin Mayli, shu yaxshi-da. Agar misol uchun oson bo'lib bittada решениyalarni topib qo'yaveradigan bo'lsangiz, rivojlanish bo'lmaydi-da. Agar mingizga idea kelmayaptimi, значит to'g'ri joyda bo'lgansiz. umumiy ya'ni boshli xatoni ya'ni ko'pchilik ham ya'ni aytyapti. Lekin men hali boshqalarni eshitmasdan turib o'zim o'yladimki, o'sha mana 3-kursga punktingizda ya'ni o'shanga e'tibor berish kerak, o'shani rivojlantirish kerak deb o'yladim. People ML ya'ni o'sha ML noto'g'ri o'sha